100% viza beradigan davlatlarni bilasizmi? Hozir men sizga top 5 ta davlat haqida ma'lumot beraman. Aynan bu davlatlarga siz vizaga topshiradigan bo'lsangiz, 100% holatda vizani qo'lga kiritishingiz mumkin. Vizadan rad javobi olishdan qo'rqadigan va bitta urinishdayoq vizani qo'lga kiritmoqchi bo'lganlar uchun quyidagi 5 ta davlat. Birinchisi Yaponiya. Yaponiyani talabalik vizasiga topshirar ekansiz, 100% holatda siz vizani qo'lga kiritishingiz mumkin. Ikkinchisi Latviya. Yevropada joylashgan Latviya davlatiga hamma hujjatlaringiz tayyor joyda bo'ladigan bo'lsa, siz aniq vizani qo'lga kiritasiz. Uchinchisi bu Germaniya. Germaniya bo'yicha bizning %100 hamma studentlarimiz vizalarni olishmoqda va siz ham ular qatorida bo'lishingiz mumkin. To'rtinchisi Niderlandiya. Niderlandiyaga topshiradigan jamiki student borki, 100% holatda talabalik vizasini qo'lga kiritadi. Beshinchisi Angliya. Angliyaga topshiradigan barcha talabalar biz ko'rsatadigan ko'rsatmalarga asoslangan holatda 100% holatda talabalik vizalarini qo'lga kiritishlari mumkin. Ushbu davlatlarning vizalarini qo'lga kiritish uchun nima hujjatlar tayyorlash kerak va vizalarining narxi nech pul turishini bilish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring va men sizga tayyor qo'llanmani yuboraman.